kosmetologda sehrli tayoqcha yo'q, o'rtoqlar. Balki kimdir xafa bo'lar, balki kimnidir kayfiyati tushar. Agar bitta borsam kosmetologga bo'ldi, yosharib ketaman, 50 yil, 40 yil yuzimga qaramaganim bittada yuvib qoladi. Yo'q. Unaqa sehrli suv ham yo'q, sehrli preparat ham yo'q, tayoqcha ham yo'q. Unda nimaga shuncha qimmat kosmetologlarda narxlar? Nimaga bittada yosharib ketasizlar, bittada dog'inglar ocharadi, bittada yosharasizlar 10 yilga, 15 yilga degan va'dalarni beradi kosmetologlar. Nimaga otni kallasidek narxlarni qo'yib olishadi deyishinglar mumkin. Birinchidan, narxlar bir martalik protsedurani narxini ichida nimalar yotadi? Buni sizlarga men tushuntirib beraman. Birinchidan, o'sha siz aytayotgan kosmetologingiz 7 yil, 5 yil, 7 yil med institutda o'qiydi. Aynan sizni muammongiz bilan, sizni kasalingiz bilan kurashishni o'rganadi. Ikkinchidan, kosmetologiya bo'yicha yuzlab konferensiya, seminarlarda qatnashadi, yuzlab. Uchinchidan, yuzlab preparatlarni sinaydi. Ya'ni o'sha tajriba jarayonlarida, ish faoliyatida yuzlab preparatlarni sinaydi. Qolaversa, u chet ellardan, ya'ni professionalniy preparatlardan siz uchun eng yaxshisini olib keltiradi, yig'adi va sizda shuni qo'llaydi. Sizdan oldin u sinovdan o'tkazadi bu narsalarni. Minglab onlayn, offlayn vebinarlarda, pulli, hammasi pulli vebinarlarda qatnashadi, o'qiydi. Kechalari uxlamasdan kerak bo'lsa izlanadi. Oddiygina bitta sizni qon tomiringiz nimaga yorilib, nimaga ko'karishini o'rganadi. Yoki qolaversa sizni muammongizga qanaqa yordam berishi u izlanadi. Xo'p, ularni xo'p o'tdi deylik, o'zi uchun kerak, o'rgansa o'zi uchun yaxshi bo'ladi deyishinglar mumkin. Endi qolaversa, siz mana shunaqa chiroyli markazga kirib kelishingiz uchun, siz chiroyli komfortlarda yotishingiz uchun u harakat qiladi. Katta ofislarni arendaga oladi, uni chiroyli qilib yasatadi. Har bitta narsani pulga sotib oladi, pulga. Hech narsa tekinga kelmaydi, o'rtoqlar. Har bitta narsani одноразовый qiladi. Ya'ni siz uchun ishlatadi, tashavoradi. U narsalarni постоянно siz uchun tayyorlab qo'yadi. Oddiy siz mana shu joyga kirib kelishingizdan nechta odam sizga xizmat ko'rsatadi, nechta odam sizni kutib oladi, sizni joylashtirishadi. Sizga hamma narsa одноразовый ishlatiladi. Oddiy kistichkalar, oddiy ko'rinishi mumkin, lekin shu narsalar ham o'zingiz uchun ochiladi, o'zingizga berib yuboriladi. Mnogoразовый narsa o'zini hurmat qilgan kosmetologda, malakali kosmetologda, vrach kosmetologda mnogoразовый, ya'ni ko'p bora ishlatiladigan narsalar, instrumentlar ishlatilmaydi kosmetologiyada. Sizdan keyin hamma narsa tashlab yuboriladi. Va qolaversa siz uchun mana shunaqa usloviyalarni yaratib, sizni kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qiladigan, sizni chiroyli qilish uchun umuman yuzingizga qaramagan, yillar davomida yuzingizga hattoki bitta krem surmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin kosmetologga kelib, bittagina ukolini olib, butun bir muammongizni, kasalingizni, ya'ni uyqusizligingizni, noto'g'ri ovqatlanishingizni, suv kam ichishingizni, stresslaringizni, umuman yuzingizga qaramasligingiz, sport bilan shug'ullanmasligingizni, ayblarini, xatolarini bitta ukol bilan kosmetolog to'g'rilab berishini xohlaysiz. Bu hammasini nimaga gapiryapman bilasizlarmi, o'rtoqlar? Chunki yillar davomida har xil patsientlarni ko'rib kelamiz. Ba'zi patsientlar adekvatni tushunadi. Bittada rezultat bo'lmasligi mumkin. Keladi ikkinchisiga, uchinchisiga. Ha, aytishingiz mumkin, biz boyish uchun, biz ko'proq pul ishlash uchun patsientlarni ikkinchi, uchinchi muolajaga chaqiramiz. Yo'q, aslo. Biz sizni organizmingizga yordam berish uchun va qolaversa, siz o'sha bergan pulingizga rozi bo'lib, yuzlarim chiroyli bo'ldi, alhamdulillah, mana shu vrachga, mana shu kosmetologga borganim uchun degan gap uchun biz harakat qilamiz. Tushunyapsizmi? Sizni pulingizni biz patsientlarni pulidan boyimaymiz. Rizqi Alloh beradi. Sizni mana shu joyga kirib kelishingizga ham Alloh sababchi. Shuni biling. Doim noshukur, doim norozi, doim har bitta narsadan kir qidiradigan, doim kosmetologga pulini sanaydigan, kosmetologga aybini qidiradigan
ayollarga murojaatim, ozgina o'zingiz ustingizda ishlang. Men bu narsalarni barcha meni hamkasblarim nomidan gapiryapman. Bu bitta meni dardim emas, balki menda 100 tadan 2 ta bo'layotgandir bunaqa, balki 200 tadan 2 ta bo'layotgandir bunaqa patsientlar. Lekin bilamanki judayam ko'p bunaqa patsientlar va eng zo'r kosmetologlar, O'zbekistonning eng zo'r kosmetologlarini ham ba'zan yomonlab kelishadi. To'g'risi men bundan yuragim og'riydi. Va hech qachon men patsientga qo'shilib o'sha kosmetologga yomonlab o'tirmayman yoki o'sha kosmetologga muhokama qilmayman. Eng katta xato bu. Kosmetologlarga ham iltimosim, talabim deydimi, bir-birimizni podдержка qilishimiz kerak. Chunki biz oson ishda ishlayotganimiz yo'q. Biz bu kunga kelishimiz uchun mana shu patsientga mana shu oddiy bitta kremni surishga, oddiy bitta ukolni qilib qo'yish uchun qancha izlandik. Buni orqasidan mana shu patsientimni ko'paytiraman deb boshqa bir hamkasbingizni yomonlash, uni qilgan xatosini kelib muhokama qilib ommaga ko'rsatish bu noto'g'ri. Yana bitta narsani aytaman, balki kimdir bundan xafa bo'lishi mumkin. Har qanday vrachda, har qanday kosmetologda, eng zo'r vrach kosmetologda ham, butun dunyodagi eng zo'r kosmetologda ham xatolar bo'ladi. Botoksdan keyin qova tushib qolishi hammada bo'ladi. Menda ham bo'lgan. Eng zo'r kosmetologda ham botoksdan keyin qosh ko'tarilib ketishi yoki ikki xillik, yo o'sha organizmni ishlash jarayoniga bog'liq bo'lgan holatlar kuzatiladi patsientlarda. Shuning uchun bu gaplarni nimaga gapiryapman? Mana shu yuragim og'rigani uchun. Yuragim og'rigani uchun, boshqa hamkasblarim uchun ham va o'sha har xil narsalarni gapirib yuradigan patsientlar uchun ham bu narsani gapirib chiqdim. Agar siz ishonib, adekvatni fikrlashi biladigan bo'lsangiz, ishonib keling har bitta kosmetologingizga. Ishonib boring. Qolgani ikkinchi darajali. Birinchi protseduradan rezultatni hech qachon va'da bermayman. Shu narsaga ishonsangiz, shuni xohlasangiz keling. Organizmingizdan kelib 2 marta, 3 marta, 4 marta, kerak bo'lsa 5 marta kelasiz. Keyin biz xohlagan va siz xohlagan rezultatlarga erishamiz. Uning uchun esa siz o'zingizni tayyorlab keling. Birinchi o'rinda ong ostingizni, ikkinchi o'rinda organizmingizni tayyorlab keling. Ya'ni check-up, qon tahlillari, sizni uyqusizligingiz, sizni sport bilan shug'ullanishingiz, sizni noto'g'ri ovqatlanishingiz, stressingiz hammasi bizda bo'layotgan jarayonlarga ta'sir qiladi. Sog' salomat bo'linglar, hech kimni xafa qilish, hech kimni ko'ngliga tegish niyatim yo'q, faqatgina barcha hamkasblarim nomidan gapirdim, chunki kuzatuvchilarim ko'p, ko'pchilik kuzatadi va menga kelishdan oldin sehrgarni oldiga boryapman deb o'ylamaydi. Hech kim sehrgar emas, yolg'iz Alloh. Biz esa sababchimiz sababini qilib beramiz. Sog' bo'ling.